Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, arashan suyuvchi do'stlarimiz. Mana bugun 13-noyabr 2025-yil Beshkek shahridan Stalbay akam qo'ralari. Bir ko'rsatib beraylik deb, obzor qilib beraylik dedik sizlarga. Assalomu alaykum, Stalbay aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Bu qaysi qo'chqordi balasi? Bu Blandinning nevarasi. Bu Blandinning nabirasi. Tomoshaga aka. Ha, tomosha. Mana obunachilar Blandinning nabirasi bo'ladi. Ko'rib baho berib qo'yinglar, mashalloh deb qo'yinglar. Stalbay akammi, qo'zi qo'chqorlari. Necha oylik bo'ldi aka bu? 7,5-8 oylik bo'ldi. 8 oylik. Qulog'i necha? 21. Qulog'i 21. Bo'yini o'lchaganingiz yo'q, a? Javob o'yin o'lchaganim yo'q. Mashalloh, go'zal ekan qo'zi qo'chqoringiz. Stalbay aka qancha bo'ldi arashanni boshlaganingiz? 1 yil bo'ldi. 1 yil. Ha. Mashalloh, kallalarini ko'rib baho berib qo'yinglar obunachilar. Mana. Mana. Go'zal qo'zi qo'chqor. Mashalloh. Şşt. 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 Juda o'rgangan ekan sizga. Ha. Mashalloh. Vazir ham hamma yo'q joyida ekan, mashalloh. Endi bu yil qo'shasizda 2026 ga bu. Ha, buyursa. Turobnikka qo'ydim. Qo'ydingizmi? Qo'ydim, ha. Mashalloh. Mana 1 yil bo'ldi deyapsiz. Necha bosh bor hozir qo'ringizda? O'sha bir 40 bosh bor-da. 40 bosh bor, a? Ha. Mashalloh. Ko'z tegmas. Qo'ylar sotib olganiga necha pul ketdi primерно aka? Yaxshilar ketdi. Yaxshi pul ketdi. Yaxshi pul ketdi. Mashalloh. Bu yerda hozir sotiladiganlari yo'q. Yo'q, Yo'q. bormi sotiladigan? Hem seleksiya qilib deb boshlaganmiz. Faqat sotilakmiz, seleksiya qilib. Seleksiya qilasizmi? Ha. Mashalloh, ko'z tegmasin. Yaxshi akamiz 1 yilda katta natija, xudo xolasa. Qo'ylari yaxshi holat, yomon emas. O'zingizlar ko'rib, baho berib qo'yinglar. Do'stlar. Garbanoz. Aka bu yerda necha tishdan necha tishgacha? Bu jazg'a bor, jo'q 4 tish bo'ladi. 4 tish bo'ladi. Birden to'la oldik-da. 2 tishdan boshlab 4 tishgacha bo'ladi, xudo xolasa. Ha. Mashalloh. Bu yoqda qo'zilar turadi. Ha, qo'zilar bular. O'sha qo'ylarning qo'zilari. Ha. Bu-chi bular? Bular dağı. Mana bu juda qo'lga o'rgangan ekan, qo'l Ha, qo'chqoringiz. Erke. Erka. Maza qilib yuraverar ekanda aka. Ma soldat. Laqabini nima qo'ygansiz aka? Soldat qo'ygan. Soldat. Go'zal yurar ekanda shunga, soldat. Lekin hech kimda yo'q kelishgan qo'yib qo'yibsiz aka. O'zi murun bir atım barlar soldat deganchi. Ha, otdan boqasiz. Atdag'i boqamiz. Siz otdan hozir qo'yga o'tdingiz a arashanga? Atdag'i bor. Ha. Mashalloh. Ko'z tegmasin aka. Yana bir xalqqa ko'rsatadigan boshqa narsamiz bormi, yo'qmi? Hozircha. Hozircha bor, qo'chqor bor, katta qo'chqor. Bo'ldi, ko'rsataylik. Sotuvga bo'lsa, sotuvga deysiz. Tomoshaga bo'lsa, tomoshaga deysiz aka. Stalbay aka, bu qaysi qo'chqor? Bu 6 aydan liniyasidan. 6 oy liniyasidan. Necha yosh? 6 tish. 6 tish. Sotiladimi bu? Ha, bu sotiladi. Biz urug' aldık. Endi sotamiz. Nomerlaringizni yozib qoldiraman, mana holati. Bu quvda yurganmi aka? Ozib ketibdi hozirroq. Sog'lig'ida yurgani uchun hozirroq ozibdi qo'chqor. Qo'chqor ko'rinishi yaxshi obunachilar. Bo'yi metr chiqadi. Bo'yi metr, quloqni
Kulağı 21, boyu 1,5 m çıkadı. Ha, metr 5 mi boyu? Hı. Ha, maşallah. Boyu 1 metr 5 santimetr. Qulog'i nechi dedingiz? 21. Quloq 21 toza, Toza. 6 tishda. 6 tish. Kimga kerak bo'lsa o'zinglar mana ko'rdinglar. Kim zot qilaman, zotga qo'shaman desa, endi yoqsa bemalol sotib olsanglar bo'laveradi obunachilar. Nomerlarini akamizni yozib qoldiraman. Kamchiliklarimizga, xatolarimizga rozi bo'lasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka boshqa yo'q-a ko'rsatadigan? Yo'q boshqa. Alloh barakasini bersin.